Assalomu alaykum, to'rdagi roman anglag'uchi do'stlar. Biz Misr yozuvchisi Ehson Abduquddus yozgan Yigit degan shundoq bo'lsa degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Ibrohimning doktorxonadan qochmoqchi bo'lib, doktorxonadan chiqqan yeriga kelib to'xtagan edik. Endi davomini o'qiymiz. İbrahim pələmpəy yindiki bir öyning eshigini ochdi-da, kiyim jozisidan oq xalatdan birini oldi. Pələmpəydən tushib yetib xalatni kiydi. Birinchi qavatning koridorida odam ko'rinmaydi. İftar vaqti bo'lg'achqa hammaydan iftar qilyotdi. İbrahim binoning eshigiga bormayla eshik oldida turgan notunish bir doktorni ko'rdi-da, sal orisalda bo'ldi. Xalatni silib yetib yotoqqa kirib ketishni o'yladi. Shu orliqda doktor bu tarafga qaraydi, İbrahimga doktor o'zini tunib olgandek bilindi. Ammo doktor ittikla boshqa yoqqa qaradi. İbrahim qat'iy niyatga kelib oldiga mangdi va doktorning yenidan o'tib ketdi. Doktor mening qochadiganligimni sezib qolgan bo'lsa, vaqiraydi-ku, deb o'ylaydi, hech qanday ovoz anglanmadi. İbrahim oldiga qarab mingiverdi. U ko'chaga chiqdi. Xalatni silib yetib, goh tez, goh asta mingib, kira mashinasi bekitiga bordi. Kira mashinasiga chiqqandan keyin yasalma talaffuz bilan shofirga: "Ustam, meni Sulaymon Pasha maydoniga olib qo'ysangiz", dedi. Shofir uningga qarab qo'ydi-yu, tunimadi. İbrahim hech qanday girmi qilmagan yoki niqoblanmagan edi. Birarimi uning qochadiganligidan bexabar. Uni qechib ketayotgan holda uchirtimiz deb xiyollig'imi keltirmaydi. Buningga İbrahimning ishonchisi komil. U eng yaxshisi o'ziga girim qilmaslik degan gapga ishonadi. Agar u qora ko'zoynak taqib olgan bo'lsa, o'ng'ayla boshqalarning gumonini qo'zg'agan bo'ladi. Chunki undaq odamga kishilar bekrak diqqat qiladi. Shunga boshqalarning tunib qilishi mumkin. Sulaymon Pasha maydoniga kelganda İbrahim mashinadan tushdi. Kira mashinasi mingib ketguncha turib, andin ko'chalarning biriga mangdi. Ko'chaga kirib, u yana bir kira mashinasiga chiqdi. "Ustam, men jizg'i boraman", dedi u shofirga. Bu shofirmo İbrahimga qaradi-yu, tunimadi. Jiz maydoniga kelganda, u shofirga mashinani bir binoning oldida to'xtatishni aytdi. Kira haqqini to'labla shofir mingib ketmasdila binoga kirdi. Chunki bu binoning eshik boqquchisi yo'qligini bilgan edi. İbrahim binoga kirib, birdam turgandan keyin qaytib chiqdi-da, Hamza ko'chasiga mangdi va 3 qavatlik bir binoning oldiga kelib to'xtadi. Bu bino uningga tunish. Bultur muhitning yeniga xotira daftar so'rab kelgan edi. İbrahim binoga kirdi. Üstünki qavatga chiqib, bir eshikning qo'ng'iroq knopkasini bosdi. Andin cho'nqur bir nafas elib, muhit ishini ochganda qildigan so'zlarini xiyolidan o'tkazdi. Eshik ichilib bir qiz ko'rindi. İbrahim qizni ko'rib, cho'chuginidan tayyorlab olgan so'zlarini qila olmay, qizga tikilguncha gochida qarab qoldi. Uning ko'ziga qizdan boshqa hech narsa ko'rinmadi. İbrahim qizning bir tal o'rilgan parqiroq qop-qora sumbul chechini ko'rmadi. Texi lav suruqi va suyishlar bilan bo'lganmagan, hatto kulimsirishimi dakka-dukida miyig'ida qetib qolgan pok lavni ko'rmadi. Uning g'amkin, ammo sirliq, chaqnashlaridan zeraklik, sho'xlik, shodlik chiqib turgan shahla ko'zlarini ko'rmadi. Siliq, chiroyliq, qizg'uch yuzini, qalbidagi tugmas xushalliqini aks ettirayotgan o'ymoqdek chiroyli ikki ziniqini ko'rmadi. U qizning g'uncha bo'yini, xuddi 16 san'atkor birlikda yasab chiqqandek evan nuqsonsiz qizning xo'sh pichim qaddi qomatini ko'rmadi. U qizning hech yeriga diqqat qilmadi, faqat uning qiz bola ekanligini ko'rdi xolos. İbrahim planida har xil ehtimollarni faraz qilgan, ammo oldiga bir qizning chiqishini o'ylamagan edi.
u mushu yoshga kelguncha qizlar haqida faqat o'ylab boqmagan edi. İbrahim qizning yiqimliq, qo'ng'iroqdek zil ovozini angladi. "Efendi, kimni izlaysiz?" İbrahim qizga lopta qarab qo'yib, ko'zlarini yerga tikdi. Andin bo'g'iq ovoz bilan so'radi. "Muhit uyda bormikin?" "Men uningga sizni kim deb aytman?" Qiz uningga sapsilib qarab muloyimlik bilan so'radi. İbrahim qizga boshqa bir ismni aytmoqchi bo'ldi. Chunki yot odamlarga uchrab qolganda shunda qilishni o'ylab qo'ygan edi. Ammo qizning chiroyiga bir xil umidsizlik bilan qarab, ixtiyorsiz o'z ismini aytibdi. "İbrahim hamdi kepti da." Qizning qoshlari lipildab ketdi. Qiz xuddi cho'chib vaqıratmay degandek lavlarini ching yumdida sal orqaga dachidi. Uning qo'rqqan chiroyi yig'ilib yetadigandekkla ko'rinatdi. "Sal ta'xir qiling, men qarab boqay." Qiz ishni yapqucha orliqda İbrahim o'ziga tegishli huquqni talab qilmoqchi bo'lgan odamdek bir putini busug'idan oldida chaqnab turgan ko'zlarini qizga tikib. "Ishkirida turib kutishimga ruxsat qilsangiz." "Qandoq?" dedi. Qiz yo'l berdi. İbrahim uyga kirib ishni yapdi va qizga yana bir qitim sap soldi. İbrahimning chaqnab turgan ko'zlaridan surlik ifoda chiqib turadi. Shundaqdimi qiz xuddi parvona chiroq tuydan neri ketolmagandek, darmahal İbrahimning ko'zlaridan o'zini qochira olmadi. Keyin qiz bu ko'zlarning iskanjisidan qutulib, ichkiridagi uyga kirib ketdi. İbrahimning ko'zlaridagi surliklikning o'rnini muloyimlik egalladi. U beshini chayqab turib o'z-o'ziga: "Kishilar nimishqimi qiz bola tug'digandu?" dedi. Bu oiladagilar odatdagidek iftor qilib bo'lib, saroyda o'tirishatdi. Radioda naqsha anglayotdi. Dadisi uchisiga oq yaktak, beshiga oq do'ppa kiygan edi. Bu oq do'ppini u qizil taqiyni kiygan chaqdala beshidan olatdi. Shu topda Turkiya fasonida yasalgan divanning yo'lanchukiga yo'langan peti badashqan qurib o'tiratdi. Seriq girbaklik ko'zoynakini taqab, Al-Ehram gazetidagi xizmatdan kelibla o'qib chiqqan bir maqolani qayta o'qiyotdi. Divanning oldiga qo'yilgan kichikina ustalda ozroq shamobar bir china turadi. Mo'may bijirim kelgan, xo'sh chiroy, oq ko'ngil ayol bo'lib, u divanning yana bir tarafida o'ltirib paypoq yamayotdi. Yanida yengna yip qutisi va bir dova paypoq turadi. Samiya chiq o'rindiqda o'ltirib popayka to'qiyotdi. U singnisidek chiroyli bo'lmasmi, uningga toza zan silib qarasangiz, vujudidan bir xil go'zallik chiqib turadi. Muhit ikki kishilik yo'g'on bir o'rindiqda o'ltirib kitob o'qiyotdi va odati bo'yicha zaruriyati bo'lmasmi birdan ko'zoynagini bisib qo'yadi. Hamma jimjit o'ltiradi. Bu bir xil osoyishlik, rohat jimjitlik edi. Ular bir kunlik ro'zani tamomlagan, iftor qilib bo'lib jimmitda o'tirib g'azosini singdirishyotdi. Ularning chiroyida yegan g'azosidan rozimanlik, kunlarining xushvaqt o'tayotganligi uchun Alloh taoloning iltifotiga hamd va sano aytishdan paydo bo'lgan tabassum jilva qiladi. Ishi qo'ng'irg'ining ovozini anglab hech kim qimirlamadi va zuvom surmadi. Dadisi ko'zni gizitdan olmadi. Apisi bosh ko'tarmay paypoqni yamaverdi. Cho'ng qizi popaykisini to'qiverdi. O'g'limi kitobni o'qib o'ltirdi. Faqat Navalla qo'lidagi jurnalni qo'yib o'rnidan turdi. Xizmatchi qiz oshxonada qacha-qucha yuvotdi. Naval hammadan kichik bo'lg'achqa ishni o'zining ichishi kerakligini biladi. Ammo bu baxtlik oiladagi biror odammu ishik qo'ng'iri jiringlagandan keyingi ishni xiyoliga keltirmadi. Faqat kir yuvish do'kondagilar yo'g'on kiyimlarni akelgandu yoki bo'lmasa ishik boqar taxsini qaytirib bergili kelgandu deb o'yladi.
Chunki har yili ro'zada ular ishik boqqarga iftorlik g'izo beradi. Naval ishini ochdi. Kelguchiga javob berib bo'lgandan keyin qaytib kirdi. Hammaylan yanala o'z ishi bilan banit bo'lib, Navalga qarab qo'ymadi. Shundaqdimi Navalning opasiga kelguchining kimligini aytishini kutdi. Lekin hech qanday so'z anglamadi. Naval gap qilmay turg'ashqa hammaylan beshini tangla ko'tarib Navalga savol nazari bilan qaradi. Ularning nazari nihoyatda tabiiy, odatdagidek bo'lib, Naval bizga aytishni unutib qoldimi nima degan ma'noda edi. Ammo oildagilar Navalning chiroyi o'zgarib ketganligi, lavlari titrayotganligini ko'rib birdilla jiddiylashdi. Dadisi uni ayiblagan talaffuzda qo'pollik bilan so'radi. Kim ekan? Naval ularga bir-birlab qarab chiqdi. Oxir uning nazari aksi Muhitga to'xtadi. Gacha odamdek og'zi gapga kelmay, lavlari texmi titrab ketdi. Opsi yilingandek muloyim talaffuzda so'radi. Naval, qo'ng'iroqni jiringlatgan kim ekan? Naval nazarini aksidan yo'tkab budiqqan holda dedi. İbrahim! Dadisi achchiqlangan holda ovozini ko'tarib so'radi. Gapni uchiq qilmamsan. Nim bo'lding? Qaysi İbrahim? Naval dadisiga qarab, xuddi uningga ich og'ritayotgandek bo'shqina javob berdi. İbrahim Hamdi. Muhit shu an qaddini ruslida so'radi. Nima? İbrahim Hamdi? İbrahim Hamdi keldi davotamsan? Qaysi İbrahim Hamdi? Gapni uchiq qilg'ina. Naval ichidagini to'kib bermoqchi bo'lgandek cho'nqir bir uf tortib dedi. Hiliqi Abdurahim Pashani o'ldirgan İbrahim Hamdi. Samiya popayka to'qishdan to'xtab, ikki qo'lini ko'ksiga qo'ydi. Qo'rqinish chiqib turgan ko'zlari yo'g'on ichildi. Muhit jiddiylashgan holda, "Yo'q gapni qilmag'ina, u turmada tursa", dedi. Dadisi badashqan qurib olgan putini tushirib, ko'zaynikini ruslab qo'ydi va "Bu balki boshqa İbrahim Hamdidir. Sen qandoq bilasan uni?" dedi. "Men uni suratiga asosan tunib oldim", dedi Naval yana uf tortib. Mo'may eriga yordam tilagandek iltijoli qarab qo'ydi va gupildab qattiq so'qib ketgan yurakini qinidan chiqib ketmasin degandek qo'lini ko'ksiga qo'yib oldi. "Bu yigit bizni izlab nima qilgandi? U Muhitni izlab kepti", deb javob berdi Naval. Muhit o'rnidan turib ketdi va mukinib olgan joy izlagandek atrofga ko'z yugurtib aloqsodilik bilan. "U meni izlab nima qilgandi? Tova, burundan uning menga biror hojati tushmagan edi-ku", dedi. Dadisi ayiblagan tarzda uningga qarab qo'yib o'yga batdi. Uyni birdam jimjitlik bosdi. Hammalarning ko'zi dadisiga tikilgan edi. Oxir dadisi tamkin ovozda, "Muhit, sen chiqib, uning nima ishi borligini bilib boqqin", dedi. Muhit boshqalarning gapini anglab boqmoqchi bo'lgandek, hammalarning chiroyiga bir-birlab qarab chiqdi. Andin o'rnidan qo'zg'aldi. U eshik tuyiga kelganda Naval uning murisiga nuqib, "Muhit, men sen bilan birga chiqay", dedi. "Yo'q, sen qolg'in", dedi dadisi darrov. Muhit chiqib ketdi. Hammaylar uningga xuddi jang maydoniga ustayotgandek yoki dadisi uningga og'ir bir mas'uliyatli ishni ortib qo'ygandek ich og'irtish nazari bilan qarab qoldi. U qadamlarini salmoq bisib, o'zini zo'riga og'ir bisiq ko'rsatishga tirishdi. Muhit İbrahimni dalonda ko'rdi. İbrahim yanıla institutdagi turqida edi. Uning ashu tabiiy holatida odamni o'zga jalb qiladigan, qalbingizni o'zga moyil qilib oladigan, butun as-hushingizni o'zga tortib oladigan kuch bor edi. U kulimsirab tursimu, sal huduqatganligi bilinib turadi. İbrahim xuddi taqozolik bilan kutayotgan nijotkoriga qo'l uzatgan tarzda Muhitga qo'l uzatdi.
Muhit ikkilangan holda gap qilmasdan qo'lini berdi. İbrahim Muhitning qo'lini ching siqimdab tutdi-da pichirlab. Muhit, meni kechirgin. Sizlarni avara qildiganligimni bilib turibdiman. Sening oldi bilan gapimni anglashingni, ondan bir gap qilishingni so'rayman. Muhit xuddi hushiga kelgan odamdek tükürgini yutdi-da cho'nqur xo'rsindi. İbrahim uningga bir g'oyibona odamdek yoki bo'lmasa yerdan unib chiqqan palvondek bilinib ketdi. Arqadan uningda tuyuqsiz paydo bo'lgan huduqish yo'qoldi. U bir chiq o'rindig'ini ko'rsatib, "Qani, o'ltiring", dedi. İbrahim o'ltiribla gap ochdi. "Yana bir qatim kechirim so'rayman. Seni xijil qilishni xohlamayman." Muhit yana bir o'rindiqqa o'ltirdi va gap topolmay, "İbrahim efendi, tamoq yedingizmi?" dedi. Tekkalup yuzasidan İbrahim kulib qo'ydi. "Yedim." Arqadan İbrahim o'rinda midirlab qo'yib, sal jiddiy talaffuzda gap boshladi. "Muhit, gapimni angla. Men hozir turmadan qochib chiqdim. Yana birer soatdan keyin saqchilar meni izlaydi. Uningdan burun izlamaydi. Men buni to'liq hisoblab chiqqan. Men seninkida bir necha vaqt yushirinib turaymikin deb keldim. Men o'yla seni loyiq topdim. Sen siyosatga ancha ko'ngil bo'lmaysan. Shunga bu yerga meni izlab kelmaydi. Men uzun turmayman. Ko'p bo'lsa 4-5 kunla turaman. Keyingi ishlarimni o'rindash uchun boshqalar bilan aloqalashib olsamla bo'ldi. Qani, buningga nima deysan? Yo'q yoki ma'qul deb darhol javob ber." İbrahimning gaplarini Muhit xuddi ajoyib bir cho'chakni anglayotgandek jimida turib angladi. Kayni-kayndan ko'zoynigini bisib qo'ydi. İbrahimning gapiga darrov javob bermasdan xiyolga patdi. "Sen zodi nima deysan?" İbrahim uningga tikilib so'radi. Muhit ko'zoynigini yana bisib qo'ydi va birdilla 10 yosh qerib ketgandek bo'lib qoldi. "Xudo haqqi", dedi u bo'sh ovozda. "İbrahim efendi, hozir buningga bir narsa deyolmayman. Sizga ma'lum, men sizga qoyilman. Hammalar sizga qo'l qo'ydi. Qahramonligingizga oprini qo'ydi. Mumkin bo'lsa, hammalarning siz qilgan ishlarni qilg'usi keladi. Biroq bu uyda mening yolg'iz emasligimni obdan bilasiz. Men dadamdan so'rab biqib, ondan sizga bir narsa dey." "Undaq bo'lsa so'rab chiq. Agar dadam unimisa men hozirlik ketaman", dedi İbrahim uni aldirtib. Muhit o'rnidan turdi. "Birdam saqlab turing. Uyinglarda telefon bormi?" dedi İbrahim uni to'xtatib elib. Muhit hayron bo'lib javob berdi. "Yo'q." "Muhit", dedi İbrahim qat'iy talaffuzda. "Men sana ishonaman. Senmi mening hozir yomon ahvolda ekanligimni bilyapsan. Men mashadagi chog'da uyingdagilarning hech qaysisining sirtda chiqmasligini talab qilsam bo'lamdi? Qandoq?" "Bo'ldi", dedi Muhit uni sal ayiblagan talaffuzda. Muhit orqaga burilayotganda İbrahim yana: "Hamma gapni ochiqla dey. Yonimda birla tapancha bor", dedi. Muhit İbrahimning maqsadini tushunmay birdam qarab andin: "Sizga qahva qaynatib beraymi?" dedi. "Ma'qul, agar malol kelmasa", dedi İbrahim tekkalub bilan. Muhit ichkariga mangdi. Uning ko'ziga tomlar, o'rindiqlar ko'rinmaydi. Ko'z oldida faqat İbrahimning qiyofati bor edi. Hammaylar mehmonxona uyda o'tirishatdi. Tuyuqsiz kelgan baloyi ofat ularni cho'chitayotgan bo'lib, hech kim zuvon surmaydi. Ular bir-biriga qaramaydi. Jimjitlikda opasining pichirlab oyat o'qishla anglanadi. Muhitni taqozo bo'lgan chekchaygan ko'zlar qarshi oldi. Apasi o'g'lini ko'rib, ko'ngli o'rniga tushgandek bo'ldi. Dadasi xuddi cho'ng bir ishqa atlanish oldida vuduqayotgan odamdek yutilib qo'ydi. Naval yig'ilib o'tishdan, vaqirib o'tishdan o'zini zo'rg'a besib olmoqchi bo'lgandek, uzun o'rma chichini o'rib chuvib turadi. Samiya go'yo sehrlanib
haykalga aylanib qolgandek ko'zlarini Torusqa tikib jimmita o'tiratdi. Muhit dadisiga qaradi. Andin beshini silib, birdan turgandan keyin taqqa-tuqqa so'zmaslik uchun imkon qadar o'zini besib olib. U İbrahim hamdishkan, dedi. Muhit sal to'xtaydi, dadisi darhol so'radi. Uning nima ishi bor ekan? Muhit sal o'ylanib olib asta javob berdi. U turmadan qochib chiqibdi. Sizlarninkida yushinsam deydi. Hammaylarning ko'zi chakchiyib ketdi. Cho'chib ketgan Naval vaqirab akasining so'zini uzvatida yana orqadan so'radi. Qochib chiqibdi? Qanday qochib chiqibdi? Dadisi birla olayvidi. Naval shu an jim bo'ldi va dadisining ko'zidan o'zini qochirib yantu o'ltirib oldi. U nima ishqa bizning o'yinni tanlabdi? So'radi buvay o'zini tamkin ko'rsatib. Muhitning ko'ngli buzildi. U uliq kichik tinib dedi. Men siyosiga yaqin yo'lamag'ashqa soqchilar bu yerni izlab yurmaydi, deb o'ylab bashak kepti. Balki, dedi dadisi sal o'ylanib. Soqchilar uning orqasidan iz besib kelgandi balkim. Ular bizning uyni qurshab bo'lgan bo'lishi mumkin. Apsi bu gapni anglab darhol yuragini tutdi. Naval o'rnidan likta turib derizdan beshini chiqarib qaradi. Birari ko'rinmaydi-ku. İbrahim, meni soqchilar bir soatdan keyin izlaydi, dedi Muhit tamkin holda. U hozir javobimizni kutib turdi. Agar biz qo'shilmasak, darhol ketadi ekan. Dadisi bir xil tushuniksiz azob ichida to'lg'andi. Yuzining go'shi lepildab ketdi. Xeyligacha zuvan surmadi. Muhit dadisini oldirtatdi. Dada, bir nima demamla? Dadisi undamadi. Yüzünün göşü texmi qattiq lepildab, ko'zayniki burnining uchiga tushib qoldi. Tazımı bir tas ish bo'ldi-ku bu. Shu topda uning opisi qandoq bo'lib ketayotgandi, dedi opisi. Haqiqatan tas ish da bu, dedi Samiya to'qatgan popaykisini qo'liga elib. Dadisi yanala lamjim demay o'tiratdi. Navalning xiyoliga jahon kezar palvonlar haqidagi kino vaqaligi kelib. Rostini aytganda, dedi, birdan dadisi vaysab ketdi. Bu bolalarni nima desam bo'ldi-kin tog'? Hech bilmadim. Ularning bizni bundaq o'sal holga tushirib qo'yishga nima haqqi bor? U shaqqa xotiniga qarab so'radi. Tahiya, sizningcha qanday qilsak bular? Xotini xuddi to'g'ri deb qo'ysa, eriga bisim ishlatgan bo'lib qilishdan qo'rqqandek, yuzini olqini bilan to'sib turib javob berdi. Dadisi, o'zlari bir nima deslar? Demoqchimanki, u bola o'g'ri yoki jinoyatchi emas. Boshqalar hiliqi siyosat degan narsa bilan uni qaymoqtirib shundaq ishlarni qildirgan nima? Biroq bizning bu ishlar bilan qilcha munosabatimiz yo'q-da. Shunda qilib bu qitimliq roman o'qishimiz bu yergacha bo'ldi. Kelar qitim ko'rishayli. Xayr xo'sh, Allohga omonat.